Shirin shahrida stol tennisi bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan asos solingan Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari musobaqasining hududiy bosqichi bo'lib o'tdi. Unda tuman va shahar bosqichlarida g'oliblikka erishgan Boyovut, Xovos tumanlari hamda Yangi Shirin shaharlarining yoshlari o'zaro bahslarga kirishdi. Stol tennisi bo'yicha tuman bosqichlari birinchi bosqich tuman bosqichlari o'yinlari ketmoqda. Bu butun respublika bo'yicha bo'layotgan musobaqalar tadbirlari. Bu bosqichlarda qatnashganda bizlarga yana yordam beradigan tarafi respublika terma jamoasi shakllantirishda ham katta yordam beradigan, yosh avlodni ko'rishimizga yordam beradigan musobaqalardan. Musobaqaning hal qiluvchi pallalari yanada murosasiz kurashlarga boy bo'ldi. Bellashuvni kuzatar ekansiz, nafaqat ishtirokchilarning chaqqon harakatlari, balki sportning ushbu turi viloyatda ildiz otib, tobora keng qanot yozayotganligiga, yoshlar qalbida kuchli ishtiyoq yashayotganligiga guvoh bo'lasiz. Qizlar o'rtasida bo'lib o'tgan musobaqada Asila Malohiddinovaga teng keladigan raqib topilmadi. U faxrli birinchi o'rinni egallab, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Stol tennisi bilan 8-9 yildan beri shug'ullanib kelaman. Bugungi musobaqada faxrli birinchi o'rinni egalladim. Respublika bosqichiga chiqqanimda viloyatimiz sha'nini himoya qilishga harakat qilaman. Kelgusidagi orzularim Olimpiya cho'qqalarini zabt etib, yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarish. Musobaqa so'ngida barcha g'olib va sovrindorlarga tashkilotchilarning medal va esdalik sovg'alari topshirildi.